Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotimedasiz va bu Vovlasti Stixi filmi. Kechalari qichib ochiq okeanda mazza qilishni istab qolgan sevishganlarning mazzalari burnilaridan buloq bo'ldi. Real voqealarga asoslangan film yarim cho'kkan yaxta kayutasida yaralangan qizning o'ziga kelishi bilan boshlanadi. Yuzi qon bilan yuvilgan qiz ag'dar-to'ntar orasidan Richardni topishga harakat qiladi, biroq u hech qayerda yo'q. Qutqaruv jiletini yechgan qiz tashqariga chiqadi va yelkanidan ayrilgan yaxtalari oxiri yo'q Tinch okeanida qalqib yurganligini ko'radi. Voqealar 5 oy oldinga qaytadi. Temi bortida oshpaz bo'lib ishlagan yaxtada Tahiti orollaridan biriga kelib tushadi va bojxona tekshiruviga yo'l oladi. Qiz hech qanday aniq maqsad yo'qligini va shunchaki dunyo kezib yurganligini aytadi. Yo'lni davom etish uchun duch kelgan ishni qiladi. Katerlarni remont qilish ham shular jumlasidan edi. Bo'sh vaqtida esa surfing bilan shug'ullanardi. Kunlardan birida Temi ishlayotgan portga Richardning yaxtasi keladi. Qiz dengizchiga yaxtasini mahkamlashga yordam beradi va shu bahonada tanishib olishadi. Bundan so'ng tanishuvni yaxta bortida davom ettirishadi. Richard unutilmas taassurotlar ilinjida okean va dengizlarni yolg'iz kezishi haqida so'zlaydi. Temi ham unga uni tushunishini aytadi, biroq o'zi yolg'iz sayr qilmasdi. Ular yelkanlarni yoyish uchun dengizga chiqishadi. Oshpazlikdan boshqa narsani bilmaydigan Temi yaxtani boshqarishni ham tezda o'rganib oladi. Voqealar ular halokatga uchragan kunga ko'chadi. Richardni topolmagan qiz radio orqali halokat signalini jo'natishga harakat qiladi. Biroq hech qanday javob kelmaydi. Qiz yana binoklni olib yigitchasini izlaydi, biroq cheksiz okeandan tashqari hech nima ko'rinmasdi. Umidsizlikka tushgan qiz palubaga yiqilib yig'lashni boshlashi bilan voqealar yana o'tmishga qaytadi. Qahramonlar Tarzanning yo'lagidan yurib tog' cho'qqisiga ko'tarilishadi va tor yo'lakli tog' daryosi oldiga kelishadi. Piyozday archingan qiz to'g'ri suvga sakraydi va qizni suvda amallashga qaror qilgan yigit ham uning ortidan qolmaydi. Biroq qiz ha deganda yuzaga chiqavermagach, yigit qo'rqib ketadi, ammo qizning shunchaki suv ostidagi toshga ishqalangisi kelgan ekan xolos. Bundan so'ng oppoq qumli plyajga chiqib olib, palma soyasida dam olishadi. Baxtli xotiralardan qizni g'alati ovozlar chalg'itadi. Binoklni olgan qiz olisda qutqaruv qayig'i suzib yurganligini ko'radi va uni Richardni bo'ylab yaxtani haydashga harakat qiladi, biroq sinib tushgan yelkanlar bunga qarshilik qiladi. Qiz temir keskich yordamida yelkanni troslardan uzadi, biroq muvozanatni yo'qotib suvga tushib ketadi. Yelkanlar ostida qolib cho'kib ketay degan qiz bir amallab yuzaga chiqib oladi va to'lqinlar uni yaxtadan ancha uzoqqa olib ketganligini ko'radi. Ming azobda yaxta ortidan suzgan qiz bir amallab unga yetib oladi. Yaxtaga chiqib olgan qizning miyachasiga cho'kib ketmasligi uchun uning yoriqlarini scotchlab chiqish fikri keladi. Ha kallanga qoyil. O'zicha yaxtani mustahkamlagan qiz kayutadan suvni chiqarishga urinadi. Bundan so'ng yelkanlardan birini ko'tarishni uddalaydi. Shamol yaxtani kerakli tomonga eltib ketarkan, qiz to'satdan ichadigan suv tugay deb qolganligini tushunadi. Tez orada yaxta ustida qandaydir erkak yotgan ag'darilgan qayiq oldiga keladi. Qiz tezda suvga sakrab sevgilisini qutqarishga oshiqadi. U uni bortga olib chiqib o'ziga keltirishga harakat qiladi va oyog'idan yaralanganligini ko'radi. Yigitchasini qulayroq yotqizgan qiz uning oyog'idan tashqari yana qovurg'alari ham singanligini ko'radi. O'tmishdagi Richardning devorlari ularning birgalikda qilgan sayohatlari davomida tushirilgan suratlarga to'la bo'lganligini ko'ramiz. U qizga Ferferro ko'ylak sovg'a qiladi va likkillab ko'ylakni kiyib olgan qiz u bilan tushlik qilgani chiqadi. Uchrashuv vaqtida qiz qanday qilib beg'am sayyohga aylanib qolganligi haqida so'zlaydi. Tushlikdan so'ng bir-birlariga mehr bera boshlashadi. Raqs vaqtida Richard qizchasiga uning qayig'ida dunyo bo'ylab sayohat qilishni taklif qiladi va ular bo'lajak sayohatga tayyorlanishadi. Ular bozorda Richardning eski tanishlarini uchratib qolishadi. Ular yigitdan o'zlari Londonga uchib ketayotganliklari sabab yaxtalarni Tahitidan Kaliforniyaga olib borib berishini so'rashadi. Yigit esa qizchasi bilan maslahatlashib o'tirmasdan bunga rozi bo'ladi. Bu hol albatta Temiga yoqmaydi va ular arazlashib qolishadi. Temi AQShga qaytishni istamasdi. Richard taklifni rad qilmoqchi bo'ladi, biroq qariyalarning hashamdor yaxtasi oldida 12 chipug'a ekanligini ko'rgach, fikridan qaytadi. Temi tez orada uyga qaytishini aytib, onasiga xat yozadi. Bundan so'ng Tahitidan chiqib, keng okean bo'ylab Amerikaga yo'l olishadi. Okeanda qalqib yurgan juftlik biroz shimol tomonga ketib qolganliklarini aniqlashadi. Bu yer suv va havo yo'llaridan ancha olisda edi. Ularning bu yerda ekanliklarini hech kim bilmas va kichik yaxtani kimdir ko'rib qolishi mo'jiza bilan barobar edi. Shamol kuchi va tezlikni hisobga olgan juftlik quruqlikka qanday yetib borishni reja qilishadi. Ularda ikki yo'l: shamolga qarshi chiqib Kaliforniyaga borish yoki oqim bo'ylab harakatlanib Gavayi orollaridan biriga yetib borish bor edi. Temi shturvalni Gavayi orollari tomon buradi. Kechroq qiz avtomatik suv chiqarish tizimini tuzatadi va cho'kib ketish xavfini biroz yengillashtiradi. Biroq yeyishga na sosiska va na tuxum bor edi.
Halokatdan 5 kun o'tgach Temi o'ylagan yo'nalishlari bo'yicha ketmayotganliklarini tushunadi. Buning sababi esa buzilgan shturval bo'lishi mumkin edi. Ahvol yanada yomonlashadi. Asablari taranglashgan sevishganlar oxiri janjallashib qolishadi. Omon qolish uchun qiz arqonga bog'lanib suvga sakrab, qayiq ostiga tushishga majbur bo'ladi va shturvalning to'g'ri harakatiga xalaqit berayotgan yelkan matosini olib tashlashga harakat qiladi. Biroq buni birdaniga qila olmaydi, ammo urinishlar samarasiz ketmadi. Okeandagi sang'ishning 10-kuni ham boshlandi. Kayutada ivirsib yurgan Temi asqotadigan nima bo'lsa olishni boshlaydi. Kuyishga qarshi kremni topgach, Richardni ham esidan chiqarmaydi. Qo'shimchasiga ko'rinishidan anchagina yomonlashgan yaralarni ham davolashga urinadi. Yetmaganiga ovqat va suv ham tugadi. Yeb ichar maksimum 1 haftaga yetardi. Richard bu yerda baliq ushlash mumkinligiga ishora qiladi, biroq buni qarangki, vegetarian bo'lib chiqqan molni qanjig'i shu ahvolda ham baliq yeyishdan bosh tortadi. Ammo yigit och qorin bilan quruqlikka e'tibor olmasliklarini va singan oyog'i bilan poqqa ham yaramasligini aytib, qizni mol miyasini qitiqlaydi va u o'z qarashlariga qarshi chiqqan holda suvga sho'ng'ib baliq ushlashga qaror qiladi. Biroq baliqlar ham anoylardan emasdi. Ular ikki oyoqlining tig'li nayzasidan ustalik bilan qochib qolishadi. Tez orada yog'ishni boshlagan yomg'ir qahramonlarimizning joniga oro kiradi. Ular 18 kundan beri qalqib yurishgandi. Yana kayutani izg'ishni boshlagan Temi yashirib qo'yilgan sigaret va ichimliklarni topadi va quruqlikni orzu qilib ziyofat uyushtirishadi. Sal o'tib Richard uni bu ishga tortganligi uchun qizdan uzr so'raydi. Voqealar o'tmishga qaytadi. Tungi suhbat vaqtida Richard Temining qo'lini so'raydi va qiz albatta bunga rozi bo'ladi. Qizga qo'lbola uzuk sovg'a qilgan yigit quruqlikka chiqishgach haqiqiy nikoh uzugini ham sovg'a qilishga so'z beradi. Oradan 29 kun o'tdi. Yarim tunda uyg'ongan Temi tuman orasidan yuk kemasining chiroqlari yog'dusini ko'radi. U to'g'ri ularning ustiga qarab kelayotgan edi. Qiz signal raketasini ishga soladi, biroq juda ham yaqin kelganliklari sabab signalni itam ko'rmaydi. Yuk kemasi ularni turtib olib yo'lida davom etadi. Biroq chiroq nurlari to'satdan o'chib qoladi va qiz bu shunchaki sarob bo'lganligini tushunadi. U sarosimaga tushishni boshlaydi. Richard esa uni ovutishga harakat qiladi. Kun o'tgan sayin uning ahvoli yomonlashadi. U doim uxlar va uyg'ongan taqdirda ham zo'rg'a qimirlardi. Halokat kuniga qaytamiz. Yaxta bortiga tushib qolgan qushni yigit qo'yib yuboradi. Shamol kuchayavergach, Richard ob-havo ma'lumotlarini olish uchun ratsiya orqali aloqaga chiqadi va kuchli bo'ron haqidagi ma'lumotlarni oladi. U xarita orqali bo'ron qayerda bo'lishini hisob-kitob qiladi. Temi to'fondan qochish uchun kursni o'zgartirishni taklif qiladi va yigit ham uning fikriga qo'shiladi. Ular yo'nalishni o'zgartirish harakatiga tushishadi, biroq ko'p o'tmasdan paydo bo'lgan ulkan to'lqinlar yaxtani o'yinchoqdek silkita boshlaydi. Ratsiya orqali buning Raymond uragani ekanligini xabar qilishadi. Nima balo bo'lganda ham ularni dabdala qilishi aniq edi. Yigit shturvalni ushlab turganda qiz halokat haqida xabar qilishga urinadi. Navbatdagi to'lqin vaqtida yelkanlardan biri uzilib ketay deydi. Temi uni mahkamlash uchun bortning narigi chekkasiga keladi. Biroq ortiga qaytayotganda ulkan suvli devor yaqinlashadi. Richard qizni kayutaga jo'natishga urinadi, biroq o'zi ulgura olmaydi. Yaxta tikka ko'tarilgach suvga tushgan yigit mashtaga kalla qo'yadi. Film aynan shu ondan boshlangandi. Oradan 33 kun o'tdi. Yana shamol kuchayishni boshlagach, Temi navbatdagi to'fon boshlanayotganligidan qo'rqib qoladi. U yelkan matolaridan to'siq yasaydi, biroq to'fon hadeganda boshlanavermaydi. Qattiq yo'talayotgan yigitchasi oldiga yotib olgan qiz unga o'tmish haqida so'zlab beradi. Ha, yigitga aynan shu narsa qiziqadi hozir. Ertalab yigit charchab qolgan qizni uyg'otadi. Uyqu aralash yigit uni sevishini aytadi va uni qo'yib yuborishiga to'g'ri kelishini ta'kidlaydi. Biroz o'tib shuncha vaqtdan beri yigit yotgan joy bo'shab qolganligini ko'ramiz. Shuncha paytdan beri qizning tasavvuri mevasini ko'rayotgan edik. Aslida bechara yigit allaqachon baliqlarga yem bo'lgan ekan. Qiz unga qachonlardir agar odam bir necha kun yolg'iz okeanda suzadigan bo'lsa, unda gallyutsinatsiya boshlanish haqida aytganligi haqida eslaydi. Uning ko'zlari oldidan hali turmushga chiqishga ulgurmagan eri bilan bo'lgan so'nggi suhbati o'tadi. Oradan 41 kun o'tdi. Qayiqning burniga qush kelib qo'nadi va qiz buning belgi ekanligini tezda tushuna qolmaydi. Bu shu yaqin orada quruqlik borligini bildirardi. Qiz uning qayerda ekanligini aniqlashga harakat qiladi va qush uchib ketgach binoklni olgan qiz o'sha tomonga qarab orol borligini ko'radi. Ko'p o'tmay olisdan kema ham ko'rinadi. Qiz signal raketasini olib havoga ota boshlaydi va ikkinchi urinishdan so'ng nihoyat uni ko'rishadi. Unga yangi mevalarni berib, yaxtani shatakka olishadi. Keyingi sahnada Temi taksida shahar kezib yurganligini ko'ramiz. U Richardning qayg'i qolgan Tahitiga qaytib keladi. Uning kayutasida esa sayohatlarning yorqin xotiralari muhrlangan edi. Qiz ilk bor uning qo'lini so'rab, biroq unga uylanishga ulgura olmagan yigiti uchun achchiq ko'z yosh to'kadi. Ko'zlarda yosh bilan u bilan o'tgan shirin xotiralarni eslaydi. So'nggi sahnada Richard sovg'a qilgan ko'ylakda plyajga chiqqan Temi suvga oq gulni tashlaydi.